Bir kuni bir sahoba Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam nabiralarini o'pib erkalayotganini ko'rib hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz nabiralaringizni o'pib erkalatar ekansiz, bolalaringizni o'pasizmi? Men hech qachon bunday qilmayman" dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, "Seni qalbingdan Alloh rahmni sug'urib olib qo'ygan bo'lsa nima qilay?" dedilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam dunyodagi eng rahmdil zot edilar. Va bizlarga bolani yaxshi ko'rishlikka undardilar. Ularni hidlardilar, o'pardilar. Hattoki bir kuni o'tib ketayotganlarida Fatima onamiz uyidan nabiralaridan birlarini yig'lagan ovozi eshitilib qoldi. Payg'ambarimiz alayhisalom qizlarning eshiklarini taqillatib uyg'otib, bolaga qarashlikni buyurib, "Axir bularning yig'isi menga ozor berishini bilmaysizlarmi?" dedilar. Shunaqa yaxshi ko'rardilar. Demak, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan bizga sunnat, muhabbat bu nabira-yu farzandlarni yaxshi ko'rish.